Assalamu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bag'at aka-uka avtosavdo kanali obunachilari. Bugun 2025-yil 6-oktyabr navbatdagi savdomiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt'imiz bo'ldi. Mashinamiz narx pula Bag'at Dimitrovdan Rahimboyamizga 135 million so'm verdik. Agar rozimisiz? Tabriklayman shu aka-uka savdosini omad, ishlarini omad. Yine akşam gelip 4 ketverdim, baş akşam yenegan. Hiç yerinde kraskesi yok da bayt vermediler. Bir yazan yine ustana gelip görüştüm. Atkan yepleri doğru çıktı. Hiç yerinde TikTok kraske toğulmadı. Şu akşam kraske bolsa başını alıp oturman da öyle. Yine atkalar doğru oldu. Hiç yerinde kraske toğulmadı. Usta hemen zor dedi. İşançlıyken iyi işlerini omad. Maşallah satama nasip etsin. Rahmet Sağ Allah. olsun. Hayırlı olsun, berekeli olsun. Tanlov uchun, ishonch uchun rahmat. İndiki yıl Xudoyim shu Malibu Captiva berib siz tabriklab o'tirish nasib etsin. Mashinamizni bir qator ko'rsatib o'tamiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Cobalt avtomat mashinamiz 135 million so'm naqd pul bo'ldi. Kelaverasizlar. Şimdi qo'llangancha chiroyli savdolarimiz qilib beraveramiz. Bag'at aka-uka avtosavdo 24 soat xizmatingizda. Cobaltlardan ham vibrlarimiz ko'p. Aqsham mexanikasini zo'rlarni aytib qo'ydik bozordan. Kelaverasizlar. Mexanika so'ramiz mijozlarimiz uchun. Shu yerda bir narsani aytib o'taymiz. Sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa, ikkasingizda sotib berish varianti bor. Kelishib bilmasak, naqd pulga xarid qilib qolamiz, sotib berish variantlari bor. Kelaverasizlar. Bag'at aka-uka avtosavdo. Rahmat.